Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga hisob ilovasi orqali shaxsiy moliyamni qanday yuritishimni ko'rsatib beraman. Hisobcha ilovasi shaxsiy moliyani yuritishga juda ajoyib ilova. Bunda ancha qulay imkoniyatlar mavjud. Misol uchun, men oylik tushadigan pulimni hisobcha ilovasida balanslarga bo'lib kategoriyalarga ajratib tashlash mumkin. Kategoriya emas, turli xil balanslarga. Misol aytaylik, katta kategoriya deb atasak bo'ladi. Yashash uchun qancha ajrataman, qancha ajratish kerak. Misol, menga 5 million oylik tushadigan bo'lsa, 2 millionni yashashga ajratishim mumkin. 500 mingini bilimga investitsiyaga, bilim olishimga ajratishim mumkin. Bundan tashqari menda jamg'armalar ham bor. Misol, ko'ngil ochish uchun jamg'arma, kutilmagan xarajatlar uchun jamg'arma, kelajak rivojlanish uchun jamg'arma. Xullas, shunday pullar kelgan pulni men bu qismlarga ma'lum bir foizlarda ajratib tashlashim, 2 million bunga, 1 million bunga yoki 500 ming bunga, bu narsa meni shu oy davomida mana shu pulni shu oyga yetkazishim uchun xizmat qiladi. Ya'ni shuncha pulni mana shu oyga yetkazishim kerak deb hisob kitobimni qilib sarflayman. Ya'ni ko'p sarflab olmayman. Qancha qolayotganiga qarab sarflayman. Misol, yashash uchun 2 million ajratgan bo'lsam, shu pulni iloji boricha shu oyga yetkazishga harakat qilaman. Bundan tashqari jamg'armalar bor. Jamg'armalardagi pul har oy to'planib boraveradi va 2-3 yildan keyin u jamg'arilgan pulni o'sha jamg'arma maqsadiga qarab ishlatishim mumkin bo'ladi. 2-3 yildan keyin kattaroq rejalar, ishlar uchun. Xo'p, hisobcha ilovasida bundan tashqari AI funksiyasi bor. Ya'ni bu AIga siz misol biror bir balansdan qancha ketganini yozsangiz, osongina hisobotlarga qo'shib qo'yadi. Misol aytaylik, YIdan, ya'ni yashashga investitsiyadan 5000 so'm 5000 so'm ichimlikka ketdi deb yozaylik. O'zi o'sha YI yashashga investitsiya balansini topadi va undan 5000 ayirib tashlaydi. Mana yashashga investitsiyadan 5000 so'm olib tashladi. 21900 so'm qoldi. Va bu hisobot mana bu yerda ham turadi. Ya'ni 5000 so'm ichimlikka ketdi deb o'zi yozib qo'yapti. Bundan tashqari statistika bo'limi bor. Mana statistika bo'limida siz kirim chiqimlaringizni diagrammada ko'rishingiz mumkin. Misol, 1-iyuldan 17-iyulgacha men yashashga investitsiyadan 675900 so'm kirim chiqim farq ekan bu. 2,5 millioncha kirim bo'lgan, 1 million 800 chiqim bo'lgan. 1-iyuldan 17-iyulgacha. Yashashga investitsiyadan. Bilimga investitsiyadan 1 million 300 kirim bo'lgan, 1 million 617 ming chiqim bo'lgan. Bunda minusga ham o'tib ketdi, 317 ming kirim. Bu yerda xullas statistikada batafsil ko'rsangiz bo'ladi. Pastda kategoriyalar bo'yicha ham ko'rishingiz mumkin. Qarz oldi berdisi ham bor. Xo'p. Xullas, hisobcha AI bu shaxsiy moliyani yuritishga juda ajoyib qulay imkoniyatlarga ega bo'lgan ilova hisoblanadi. Bu yerda siz o'z nimangizni yuritganingiz sari, o'sha moliyangizni yuritganingiz sari bu yoqda olmoslar to'plab borishingiz mumkin. O'zini reyting tizimi ham bor. Hozir chiqmay qolyapti. Mana reyting tizimida siz olmoslar to'plab, keyinchalik bu olmoslarni qimmatli sovg'alarga ham almashtirishingiz mumkin bo'lar ekan. Foydalanib ko'ringlar, sizlarga ham tavsiya qilib qolaman.